Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Mana bugun biz Komsomolda kottejga kelganmiz. 4 sotikli kottej. 64 ta xonasi bor. Bu zal. Bu yerdan kirilayotgan xona bor. Hol qismi. Chapga sanuzel, ichkaridagi sanuzel bu. Unitaz, rakovina, ariston, jakuzi hammasi qo'yilgan. Burası spalni. Yarimta xonasi bor. Bunisi zal, uchinchisi. 3 xona. Ikkinchi kirish eshigidan 3 xona bu yoqqa bor, holdan 4 xona. Yana o'ng qo'ldan birinchi kirishga zali bor, hovli qismi. Hovli qismi. Oshxona. Oshxona mebellari, gaz plitalar qo'yib beriladi. Ataplardan o'tgan pomlar. Mana ataplarasi. Mana. Hojatxona. O'sha tezliklarning zonasi ham bor. Ponni bitgan patrul choratdagi uyimiz. Bu uyimiz narxi 950 million. Kelib bemalol savdo qilib baraka qilishlaringiz mumkin. Pastga egalar nomerini qoldiramiz. Hamma shunday o'ylab nasib qilsin.